Salom do'stlar. Sizlar bilan bugun yana Brawl kanali. Bugungi videomizda biz ko'rib turgan yerlarda surreal ikkinchi qismini olamiz. Qani go bo'lmasa. Bugungi videomizda mana shu uydan tashqari bitta uy qurishni rejalashtirganman. Unga kerak bo'ladigan materiallarni yig'ib uni quramiz. Daraxtlarni ham chop bo'ldik. Endi nashta bo'lgan qaraymiz. Unitda o'tdi, yaxshi. Hamma narsani inventar ichkarisiga qo'ya olamiz. Qilish to'lgan zombi ko'rgan joyga boramiz. O'ldiramiz, darajasini olamiz. Arqadan zombi ko'rdi. Uni ham o'ldiramiz. Darajalar ko'payib ketdi. O'rgimchak qayerdan keldi? Voy dana. O'rgimchak ko'rmas bo'ldim ancha. Olma olamiz. Qitta ov qilamiz. Go'sht to'playmiz, daraja olamiz. Bolta olamiz. Va endi daraxt chopamiz. Ozgina daraxt chopganimizdan keyin ov qilamiz. Yana daraxt chopishga kirishamiz. O'zi ikkinchi darajaga chiqib oldik. Endi daraxtlar chopamiz. Hamma daraxtlarni taxta aylantira olamiz. Bizga 12 ta daraxt kerak. Endi video soat tezlashgan. We've been waiting for so long. We've been waiting for this time to begin. We ain't getting any older. I kinda feel a little younger. Run away and embrace the day. The sun is out, won't go away. Feel the clouds on your shoulder. Touch the sky, feeling bolder. Going up, going all the way. Going high, 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 high. Going up, going all the way. Going high, high, high. Going all the way. Going up, going all the way. Going up, going all the way. Going high, break the mold, then press repeat. Get 'em up on the edge of their seats. Set your aim a little higher. We're gonna go, gonna go, gonna go. Going up, going all the way. Going high, 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 high. Going up, going all the way. Going high, high, high. Going all the way. Going up, going all the way. Going up, going all the way. Going high, high, high. We've been waiting for so long. We've been waiting for this time to begin. We ain't getting any older. I kinda feel a little younger. Going up, going all the way. Going high, 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 high. Going up, going all the way. Going high, high, high. Dezatrol böyle kech bo'ldi uxladik, turdik. Sandiq sadik ferma qurgan, menimcha ferma qurmasam kerak videoda. Ilk harakat ham qilamiz. Inventardan bo'lsam sandiqqa joylaymiz. Faqatgina ovqatlarni qoldiramiz.
Güzel yine duş gerek. Alabat geçen de sonra uyuyor da. Mana shu yerda qilamiz. Uyimiz yonida yana yaxshi kiyim topolmay yuramizda, uyimiz yonida bo'lmasa. Tush ham chiqdi. Burga qorong'ulashib boribdi. Daraxt yondirib ko'mir qilib, keyin mana fakil yasab, keyin kirsa ham bo'ladi g'orga. Hozir shu ishlarni amalga oshiraman-da, keyin g'orga kiraman. Ben so'g'ir qorong'ulashib yashasam ko'proq qolishim mumkin. Daraxt chop bo'ldik, endi ko'mirga aylantiramiz. Ulan fakir yasaymiz. Endi ko'mir topishga go. Ana ko'mir ham chiqdi, endi ko'mirlarni qo'zg'olamiz. Ko'mirlarni qozib ham bo'ldik. Endi uyga kirib ularni nima yasaymiz o'zi. Ana o ishini yopib qo'yishga g'orda. Ustini yopib qo'yishga blok qo'ymaymiz, o'sha trapdorlardan qo'yib chiqamiz. Endi go'shtni pishiramiz. O'z ko'mir bilan. Yani qilingan go'shtlar. Bizga 6 ta ko'mir yetadi, go'shtlarni pishirib olishga. Ko'mir bilan go'sht qo'yib pishiramiz. Endi kovlagan joyimizda ustini yopib olamiz. Yaxshi yopgan bo'ldik, endi uyga kirib o'tiramiz. Trapdor sandiqqa qo'yamiz, ochilib qolgan trapdorlarni yopib chiqamiz, uy derazasidan. Bizga taxta kerak, cho'p kerak va kabelson kerak. Ferma qurishga joy izlaymiz. Joy topganimizdan keyin ferma bemalol qurishimiz mumkin. Fermaga qo'yiladigan qishloqlar yoki urug'larni qo'ysak daraja beradi. O'sha kraftni topolmayman. Agar bilsangiz yozib qoldiringlar. O'sha kraft qilib, огородimni qanday qilib qo'yaman. Undan ham daraja ham o'simliklarni o'stirib ham keladi. Bizga yoz barrel kerak. Bunday solamiz. Kraft qo'yamiz, kechami ko'p tinib uxlaymiz. Eshitsam, tarzan taqilib ketdi. Borchiq qaraylik. Balki xerobrin kiygandir. Taxtalarni qo'yib olamiz. Go'sht olamiz. Qornimiz ochgan yeymiz. Endi urug' to'playlik. Urug' to'plashda oson yo'li bor. Uchimizga satir kerak, satirlarni sut olib, spirtlarni ustiga qo'ysak, urug' o'ziga kelib tushiradi. Zombilar urug'larni o'ldirdik. Mana kovlam ketdi.
Bu yerga kim fakir qo'ygan bo'lmasa. Yantaq qilib ketdi, o'sha xarobaning qilib ketmagan. Oldiga tosh yo'laymiz. Temir topish uchun. Temir topsak yantaq ferma qurishimiz osonroq bo'ladi. Temir topilmasa qishloqni tutib kelamiz. Birinchi qismda topgan qishlog'imni. U yerda ham topilmasak, nayla chiqandan yo'laymiz. Afsuski fakirimiz ham qolmadi. Endi g'ordan chiqishimiz zo'r keladi. Borib qishloqni qilamiz temir uchun. Fakir craft qilib yana bo'lsa o'g'ri kirib kelar qamar. Agar shunda ham temir topa olmasak, qishloqqa o'rinli chiqib kelamiz, qishloqda boyatganda. Fakirlarga yanchi qozamiz. Lekin men sabr etmayman deyman-da. Temir chiqmadi. Endi qishloqqa olib kelaylik qani. Qishloqqa borganimizda ham temir topolmasak, keyingi videoda temir topganimni YouTube'ga qo'yaman. Qishlog'imiz qayerda edi? Shu taraflarda edi, adashmasam. Anaga. Aslida suvdan qishloqqa borish uchun mana birinchi qishloqqa qoldirgan istalganimiz Zumrad. Yaxshi. Bu yerda ishni oyoq. Bu yerda umuman narsa yo'q. Menimcha boshqalarda ham yo'q. Bunda galib ham sifan qilib hatto. Butun qishloqda bittagina agar bo'lsa nahotki. Qishloqlar ernarkan agar qilishgan. O'shani yarim buzuq. Endi uyga boramiz, sutlikni kechib olamiz. Oltinda shamollaganman, e'tibor qilmaysizlar. Mana uyga ham kelib oldik, videoni tezlashtirib uyga kelib qo'ygan ekan. Hayot eslar, sizlar bilan bugun Brawl Craft